Zamzam suvini ichishlikda 3 ta qoida bor. Zamzam suvi ichishda 3 qoida bor. Birinchi, xuddi namozdan qanday niyat qilasiz? Shunaqa niyat qilasiz. Nimaga desangiz, zamzam ichishda ibodat bo'ladi. Xuddi ibodat qilishdan avval niyat qilasiz, shunaqa niyat qilasiz. Ey Allohim, shu zamzam sababli meni gunohimni kechirib yubor. Menga bir foydali ilm ber deb niyat qilib keyin ichasiz. Qiblaga qarab, tikka turib o'tirib degan joylarda Ular qo'shimchalar, 3 ta zarur narsa bor. Birinchisi niyat. Ikkinchisi ko'p ichasiz. Hozir ikkita berdik. Chunki oddiy suvni chanqoq bosgan ichadi. Buni ibodat ichadi. Uchinchi qoida ham bor.